2 kunning oldida Ukrainaning sharqidagi jang maydonlarida bir uçuşsuz aeroplan osmonda parvoz qilib yetib, Ruslarning 2 tankisini ko'rib qoldi. Bu uçuşsuz aeroplan darhol 10 necha kilometr jiroqlikdagi Zemberek atritiga bu 2 tankining o'rin belgilash ma'lumotini darhol Zemberek atritiga yetkazib berdi. Zemberek atriti darhol bir pay Zemberek o'qini shu uçuşsuz aeroplan ko'rsatgan nishon taraf qarab atdi. Shu bir pay o'q tankining havo bo'shlig'iga kelganda bir chaqmoq chaqqandek bo'lib, ichidan 2 jism paydo bo'ldi. Bu 2 jism osmondan pastga qarab piqirab pastlaydi. Yer yuziga 10 necha metr qolganda bu piqirayotgan jism yana bir qitim portlab, shu portlagan bombaning ichidan bir nur chiqib, yerda ketayotgan 2 tankining ustidan teshib ichiga kirgizdi. Qarmoqqa tanklar hech qanday zaxmlanmagandek ko'ringan bo'lsa-mu, lekin bu tanklar jimib ketdi. Ichidagi odamlarmi allaburun o'lib bo'lgan bo'ladi. Bu aytilgan Zemberek o'qi aqlliq Zemberek o'qi bo'lib, 1992-yili Shvetsiya davlatining Bofors tadqiqot shirkati bilan Fransiyaning Nexter shirkati birlikda tadqiq qilish natijasida bonus aqlliq Zemberek o'qi degan Zemberek o'qni yasab chiqqan. Bu Zemberek o'qining ig'irligi 47 kilogramm bo'lib, sirtidan qarmoqqa odatdagi 155 millimetrdagi Zemberek o'qi bilan hech qanday farqi yo'q ekan. Lekin bu o'qning portlatqich kapsuli vaqt belgilab bo'linib uchidigan raketa shakliga o'xshaydi ekan. Bu o'q itilish bilan birga itilgan yerdan nishonga tegadigan yerning orlig'ini hisoblab bo'ladi ekan. Bu o'q nishonga yaqinlashganda xuddi uchayotgan raketa bo'linganga o'xshash, o'qning oldi tarafi bilan keyni tarafi ikkiga bo'linib, ichidan 2 duglak jism ayrilib chiqadi ekan. Bu 2 jism bir-biri bilan orlig'ini jiroqlashtirib uchidi ekan. Bu 2 jism o'zlarini muqimlashtirib olgandan keyin ichidan bonus aqlliq bomba portlab chiqadi ekan. Portlab chiqqan bonus bomba osmondagi shamolning kuchi bilan piqirgan shaklda qanotlarini chiqarib, yerga qarab piqirab tushidi ekan. Ya'ni 180 metr egizlikda turib, yerga qarab sekundiga 25 metr surat bilan uchib turib nishonni izlaydi ekan. Bu o'qda lazer nurliq radar nishonni izlagan bo'lsa, yana bir infra qizil nuri nishonni qarg'a oladi ekan. Mana bu 2 sistem bir-biri bilan hamkorlashib turib, yer yuzidagi 100 kvadrat metr ya'ni izlash orqali nishonni o'ziga to'g'rilaydi ekan. Hamda nishonning nima ekanligini farqlantiradi ekan. Farqlantirgan tankining tipini rasmga tortib, Zemberek atritiga yo'llab bo'ladi ekan. Men nishonni to'g'ri topdim demoqchi. Nishonni qarg'ilish bosqichi tugagandan keyin bonus aqlliq bomba ichidan 2 kilo 800 gram bombani nishon qaratib turib atadi ekan. Sekundiga 3000 metr surat bilan o'zi izlab topgan tankining ustidagi eng nepiz bo'lgan 50 sm keladigan qopqoqdan teshib o'tib ichidan portlaydi ekan. Shuning bilan tankining ichidagi hayotlik oxirlashgan bo'ladi ekan. Endi o'ylanadigan savollar. 1992-yili Shvetsiyaning Bofors shirkati bilan Fransiyaning Nexter shirkatlarida mushu o'qni loyihalash va buning sistemlarini yasab chiqish uchun qanchalik odam ishlaydi? U ishlagan odamlarning texnik saviyasi qanchalik? Qanday maktablarni o'qib bitirgan o'quvchilarni bu shirkatga qabul qildi? Qanday tadqiqotlarni ilib bordi? Qanday maxfiyatlarni saqladi? Bularning hammasini o'ylashga to'g'ri keladi.